Başlayıveray. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men ismim To'liq Hamid Shivsada. Muajirat qarindoshlarni tanishliq. Men asos bugun bir ish bilan chiqib qoldim. Asosliq bir 3 nuqta to'g'risi so'zligini. Shuningga naqmaydan biza qis qilan bo'ladi. Anandekin Zıraq qiladigan ish vatdi, degan ish chiqadigan ish va bayla ishlar vatdi. Shu baldorlam tezlam qilib azroq qiladigan ishlarim bor. Shuningga qarindoshlar bilan ba'zi bir o'rtoqlashmoqchi bo'lgan nuqtalarni bir o'rtoqlashaylik. Qarindoshlar yaqinda bizning bu Shvetsiyada bir qism odamlar pasportga tizim tortdi. Bizning idoradan shu vaqtinchalik to'xtatib qo'yibdi. Undan keyin hozircha tutib tursin degandek bir hukumatning qarori chiqqan o'xshaydi. Undan keyin parlamentda Amerikaning shu siyosiy panohlik tilab, undan keyin shu vatanga berib kelganlar to'g'risida bir qarorlar chiqayotgan bo'lgandan keyin Shvetsiya parlamentining ichidami shunday bir gap so'zlar bo'lib o'tibdi. Bularni tekshirish kerak. Panohlik tilab bo'lgandan keyin vataniga berib kelish bu normal ish emas degandekda. Albatta bu ishlar normal emas qarindoshlar. Buni bizniki beshidagi shu tashkilotchilarningki odamlari normal qilib olgan. Chunki tashkilotningki ichida turib bayroq ko'targan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, ya'ni munofiqlar qurultiyining ichida har xil xizmatlarni o'tab turib, undan keyin Amerikaningki Uyg'ur birlashmasining ichida ishlab turib, turli xo'ja deganni bilasizlar. Tiaminning oldida rasmga tushib, keyin men ketgandan keyin raislikdan tushgandan keyin yaqinda qilmaydi ishlar. Undan keyin travel dokumentlar, yeşil pasport bilan berib kelganlar. Undan keyin har turli Xitoydan tutish buyrug'i chiqarilgan. Bu narsalarni men bekchiq deb ketdim. Vaqt soat kelgan chog'da o'zinglar ko'rsizlar. Bu ishlar to'g'risidami ba'zi bir ishlar bo'layotdi. Biz faqat bu ekranning oldidan ish qilmadik. Bizning qilayotgan ishlarimiz ham Xudoy bo'lsa, shu Prezident Trump apandim kelgandan keyin rasmiy oldi Xitoyga ochiq oshkora bir ishlar boshlanadi. Shu chog'da bizninkimi qilayotgan ishlarimizni universitetlarningki bitirgan o'quvchilarningki, doktorlik bitirgan o'quvchilarningki maqolalariga intervyu bergan ishlarimiz bor. Undan keyin Sharq Turkiston masalasi to'g'risida so'zlagan dokumentar filmlarimiz bor. Munofiqlar to'g'risida qizil do'ppini kiyib, shardak minib ko'chalarda chiqib qilgan nurg'un ishlar bor, Xudoyim buyursa. Nurg'un saqchi punktlarni, nurg'un Xitoyniki munofiqlarni oshkorlaymiz albatta. Bu faqat ekrandan faqat Uyg'ur xalqi oshkorlab berdi. Hozir bu chiqyapti. Ham kelgusida Xudoyim buyursa, har qanday bir matbuotningki shundoq biz shundoq angldik. Sen shundoq davetibsa deb bizniki nima anglaydigan davlat istixborotiniki xodimlari bor. Ham bizniki o'zimiznikimi shu o'zimiz turishliq davlatniki xodimlar bilan o'zimizniki belli darajada ko'rishib turgan vaqt elib yetkazib turgan masalalar bor. Chunki men birinchi qitim shu biriya bilan shu davlatning ichida gaplashgan chog'da mang'ashlar degan. Sening ishinglardan 20 yil bo'ldi kelib bizga bu masalalar to'g'risida aniq ma'lumotlarni beradigan yoki kimning kim to'g'risida shundoq biz bilan do'stlik o'rnatadigan yoki biz bilan shundoq hamkorlik shaklida, ya'ni nim bo'layotgan ishlar to'g'risida bizga doklad qilgan odam yo'q deb teglikda bana bir chatallik. Hemen dedim, hem de bu köpüncüsü şu müşahede özanglar Babur Maqsad'ını tutkan çağdım o özanglar bilisler qaysı teşkilatının içinde kimler battı, özanglarning dokladlarındaki bazı bir narsani o'qib chiqsak biz ismi chiqmagan bilan o'zligidan bilib olgan bo'ladi desek, bizga qarab kulib o'tirganlarmi bor. Endi bu kulib o'tirdi bir davlat degandan keyin ma'lum organi bizga bir uchirib bermaydi. Biz u yerga o'rtoqlashgani kiramiz. Albatta, oblast saqchidan tutish buyrug'i chiqarib elib kirib, oq yo'llar bilan kirib,
pitni pasat taqitib, yolg'on uchur taqitib, o'zlarining kirib chiqishi uchun, aeroplan bileti uchun, o'zlarining shaxsiy manfaati uchun davoni, mush ishlarni tijoratga aylantirib olganlar batdi albatta. Xudo qalsa, uning cho'qim shu qisqagina yillar ichida oramizdagi ish kishilar ichida chiqadi. Chunki hozir oldi burun davlatlar o'tirsida istixborot urushi boshlanib ketdi. Hatto mushu mushundaq haqiqatni so'zlayotgan mushundaq narsalarni chiqib deyotganlarga Xitoy miltiqining uchini qartib bo'ldi. Shuning bilan bunaqa qarindoshlar deydiganim cho'qim mushu davlatlar bilan aktivist nurg'un ishlarni qilayotganlar balkim Xitoy bilan G'arb o'rtasida issiq urushib ketsa ikki tarafniki josuslarni tutqildi yo bo'lmasa mushu davlatlarda Xitoyninki allaburun chiqarib beqiyotgan jimmida yoki oshxonaning ichida ishlab yoki ma'lum bir sohada ishlab tekshirayotgan qotillar bo'ladi. Shuningga mening ochiq oshkora hozir bu bugun deydigan bu so'zlarimning ichidagi haqiqatan shu millat uchun ish qilayotganlar, shu ekranlarga chiqib so'zlayotganlar bu bo'lsa, o'zinglar shu turish davlat xodimlari bilan gaplashib, shu davlatning puhrasi bo'lsanglar birdim qurolni iltimos qilinglar, yininglarga silib qurol yetishni mashq qilgan joylarga berib mashq qilinglar. Albatta ig'ir temir ko'tarib chiniqish bu bek muhim. Uningdan bekarak bunday muhim masalalar ham bor. Chunki oldimizgi yillarda istixborot urushlari boshlanib, hatto bilib bo'lolmaydi hozir dunyo vaziyatini. Tarastur islom qitlam urush boshlanib kelsa, albatta Xitoy o'zininki munofiqlarini yo'qotadi. Munofiqlarni yo'qotgandan sirtmi, mandaq Sharq Turkiston mustaqilligini xohlaydigan haqiqat yo'lida mangadigan davlatim bo'sti deydiganlarnimi albatta miltiqning kuchiga oladi. Shuningga qanday davlatlar bilan yerlar bilan paranglashib, soqchi organlar bilan paranglashib, hatto shaxsiy uchurlaringlarniki taqib etgani bo'ladigan bo'lsa, masalan Shvetsiyada ism familiyasini bassa, telefon nomeridan tatib adresini tatib hamma narsa chiqadi. Shu tarixiy butun narsa chiqadi. Shu shundaq nuqtalarga diqqat qilib qo'yinglar qarindoshlar. Shuningga hozir mana yaqindami parlamentlarniki shu ichilardami shu vatanga yolg'iz biznikilar emas, endi bu Uyg'urlarniki deganim emas. Ko'p sonliqlarniki shunda tozalash yeb beryotdi, balkim ko'chmanlar idorasini boshqadan bir aqtirib, raport turg'izib, andan keyin chegara soqchilari orqali kirib chiqqanlarni tekshirish, pasportga urilgan tamg'alar, u mayli sen qayoqdan kirib chiq, sening pasporting bu yoqqa kirgandan keyin varaqlab tekshiradi, hamma narsada o nega berib kelganingni kompyuterda yoqda yozitadi. Shu pasport kontrol degan yerda. Uni bekor kontrol qilmaydi. Shuningga oldimizgi yillarda Xudoyim buyursa, bizningki vatanimizda Sharq Turkistonda eg'ir qon to'kilayotgan vaqtida mana shunday bo'pmi bayroq ostida turgan, tashkilot ichida ishlagan yoki yolg'onlardan tutish buyrug'i chiqarib, tez suratda pasport ilib, tez suratda vatanning ichiga kirganlar, keyin andan keyin to'xtab qolib, da'vo ichiga kirib olganlar, jamoat ichiga kirib olganlar, bular oldimizgi yillarda xudo qolsa, har qaysi davlatlarning istixborotlari tarafidan oshkorlandi deb qarayman, mening shaxsiy ko'z qarashim. Bu bo'ladigan muqarrar. Ondan keyin ikkinchi temaga kelsak, ma'vu munofiqlar qurultiyininki televiziya programmasininki riyosatchiligini qilgan iftixor degan bola, ya'ni bu bola mendan biza kichik o'xshaydi. Bu bola naq maydon qilibdi. Naq maydon qilib man haq avatib qo'yibdi. Birinchi qitimda uning ovozini ma'vu nimadagi Norvegiyadagi Stavangerda turadigan Jasorat apandim qo'yibdi-ki, ikkinchi qitimda men Dilyar Musobay apandimga xitob nimasida men qo'ygandim. Ondan keyin chiqib, bu meningki o'zimning ovozi emas, AI jasagan yoki montaj qilingan yoki kirishtirilgan degandek gap so'zlarni qilibdi. Albatta, men bu to'g'risida o'sha bir to'pqa tashlagandim. Ma balamanda debdi desam, buningga javoban o'sha Sharq Turkiston yoshlar qurultiyininki ichki ishlar mas'uli Dilyar Musobay apandim o'zining tushanchisini so'zlabdi-ki, men bir o ovozni bir qo'yib beray, sizlar bir WhatsApp to'pida yo'qlar, ma Facebook kirib qaraydiganlar bo'lsa bir anglab olsanglar bo'ldi.
Chunki bu ovozning ichida o'zininki nimasini qilganligi, ya'ni o'ziniki boshqa to'plarga taqib qo'ysanglar bo'ladi deb roziligini berganligi uchun men bu yerda qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana bu videoni yolg'onda chiqib turiladi. Bu bundan keyingi siyosiy kurashda bir muhim tema bo'lishdan meyli deb qo'yay. Bo'lsa buni tartib qo'yinglar bu gapimni va quloqinglarda har zaman bo'lsin. Men o'tgan yilgi Kanadadagi so'zga vaqtim bir narsa dedim. Biz bundan keyingi dunyo augmented reality degan dunyoga ketyapmiz. Ya'ni rostdan yolg'onning orig'i bo'lmaydigan dunyoga ketyapmiz. Shuning uchun hozirgi sun'iy aql texnologiyasida ovoz, video, hamma narsani yolg'onda yapsa bo'ladi. Hozir videoning sifati biroz tuvan, AIning videosini, ammo uni yaxshilab bilib oldimizga 4-5 yilda. Lekin deep fake degan narsa cho'nqur yolg'on deydi. Shu rostda yasalgan metoddan yasha AIni ishlatib. Shuning uchun bundan keyingi oldimizda siyosiy kurashda chiqqanlarni ashunday yolg'ondan kurashtirgan yolg'ondan sun'iy aql orqali yasalgan ovozlari, videolari chiqishi normal. Endi bundan keyingi dunyoda bunga qanday taqabul turmiz? Mesela yolg'ondan orig'i bo'lmaydigan bir dunyoda bunu qanday bilamiz deganda ikki nuqtada diqqat qilamiz qarindoshlar. Birinchisi, bundaq ovoz yoki narsalarni ko'rgan vaqtimizda kim taqatdi? Ko'rgan narsaning hammasiga ishonmay, bu sotsial medianing xatarligi shu. Bunda yolg'onni bizga chiqib qo'ysa, dunyoni bir cho'g'lab ketadi. Rost bir bo'sog'atlarcha yolg'on dunyoni cho'g'laydi deydi. Ko'rgan narsaning hammasiga ishonmaymiz bir. Ikkinchisi, buni taqatgan kim? Masalan, birisi bizga avasa, sana kim avatdi, sana kim avatdi, sana kim avatdi deb qarasak, taqatgan asli manba bir yolg'on hisob chiqadi, agar bu narsa yolg'on bo'lsa. Şuna asıl mənbəyə qayıtmaqca, qayarın çıxdı deməkcə onu işləməsi kerak. Bu bir. Yani eğer bir adamın rast takdimende bir narsa sözlerinden deyil aşılsa, özünün videosunu çıkıp kılış gerek. Olmasa bu doğrulardaki yalan hesaplara qattiq işləməsi gerek. Mana bu erkek neslə gələn videolar, bu yalan hesaplar. Ben ona sözləb düşünməyəm də, çünki rast yalanını bilməyəm. Şuna kimdən gəlgəni birinci mühüm nəsə, mənbə nədir? Mənbəsini iniq qılıb bir yetizib düşməyə durub işini çıxılmaydı. İkincisi, bu nəsin ama siyaset elmində bir nəsə var, why now-dır. Bu nəsə demişki hazır çıxıdı, demişki hazır bulundu da cevap soruş. Demişki bütün gün çıkmadı ya et çıkmadı hazır çıktı da çok. Bu vakitte kimden aşı çıkan nesine kandan menfaati geçirdiğini ne ulaşsa bunu kimden çıkardığını bilelim. Sen kandan nesine. Şu an balma hazır mal yalgan değil. Lakin bu ikinci meselede şu vardı çok o. İkinci mesele degende yani bunda yalgan nesler bunun dikin parlavatkan, kötürüvatkan, hem de yolu çıkmanda vatkan ya biraz en yukarı yerde bütün halkın hürmeti gelişken adamlar doğruluk çıkış ihtimali yukarı. Bu dokun insanın bu hazır bütün halkın nezaretinden çıkılamayacağım bulup kurulduğunun reisliğinin müçük etkiye vakitte o doğrusu yalan nesli şeytanın imajıdır. Yani bu avaz çıkmışsa dokun insanın kimliğini ve kadar bilmedim o kadar. Yani bu yakımızda bu dokun insanı bir parlavatkan birisini çürüştüm bir majiklik boğanda bir praktik baktım vakitte bizden test kılıp. Yani bu dokun insan doğruluk bunda yalan avaz çıkışından hiç kadar siyasi ekmek yok. Çok hazır. Bu çıksın buldu, çıksın buldu. Mehmet'in zaten dokun insanın kadar bilip oldu. Shuning uchun bundan keyin shu ikki nuqtada diqqat qilamiz qarindoshlar. Birinchisi manba asli birinchi yo'q chiqargan kim o? Yolg'on hisobga ishonmaymiz. Chunki Xitoy boshqa yo'q hisob turibdi. Ikkinchisi, nima uchun hozir chiqdi? To'g'ri bir parlamentga bir to'g'riliq, endi ko'tarib qadam bosimiz degan vaqtda bir yolg'on narsa chiqsa, bu nima uchun hozir chiqdi? Bu mayolni kesish uchun kelib o'zimiz chiqarib olamiz natijasi. Bundan keyin men to'g'riliq chiqishi mumkin. Ovozlar, videolar, har narsa. Yani biz doğruluğun çıkışı mümkün. Biz ama amanullah kaçırken için mesela parlap geçip olsa o doğruluğun çıkışı mümkün. Şu an bundan kim bir nersi çıkar vaxtıda doğru görgen nersini körüp rast geldiğimiz bir işkinizde demiş gün hazır çıktı diye sualını sorayız. Bunda kılmasa bundan kiyinki teknolojiye tenkilenmeyiz. Birden de tepeden çıkartıp erkandak çemeyelim. Kolukunlar olsun, eğer biz unutmamak. Bundan kiyinki dünya burun kılay yaşayan dünyada okşamayla değil. Qarindoshlar anlab chiqdinglar. Bu Dilyor Musaboy efendimniki ko'z qarashga. Albatta o ko'z qarashni hurmat qilamiz. Undan boshqa meningki shu iftixor degan bola deydigan gapim. Birinchi qitimliq Ro'sha Abbosniki Jalobniki Amerikadagi. Uningki chiqqan birinchi qitimliq Dilyor rozi davatliq manbasini surishtiringlar. Birinchi qo'l ovoz mendan chiqqan. Ro'shannikida. Videosidan uningki ovoz mendan chiqqan. Texi videosi qo'yilmadi. Maşa aldığımızdaki yıllarda qo'yma deganim o'zim emas, ma'lum bir yarqiliq bo'ladi u. Ikkinchisi, men senikini garchi jasorat epandim qo'ygan bo'lsa-mu, undan keyin men uni ilib, men qo'ydim. Endi iftixor sen qanday qilishing kerak degan chaqda, sen bunday qilishing kerak. Dunyo Uyg'ur qurultayini sizlarga nopozliq tashkilot, dunyodagi birdan bir tashkilot, sizlarga pul aladigan yerlaringlar va go'randa bir advokatinglar bor,
Bu advokatinglarni saqlayotgan uzun bo'lib ketdi. Men hech bir kelay demaydi. Shu advokatinglarga mushu qo'yilgan mushu Roshan sen maningda jalapachangni yub chiqibsa Roshan deganni. O ben jiqqa qilmayman nimada og'zimni buzmay. Sen şu aşna bilan billa o'zingninkini yuyish orqali ami AI'da qilingan yo undaq deb Amerikaninki Roshan Abbas qaysi bir chet elliklarga deganingdan xabarimiz bor buningdan. Sen xotirjam bo'l, o chet elliklarni murodiga yetkazamiz. Sen kimni ishlatyapsa deb. Faqat vaqt masalasi o'ynabdi, tepaga chiqib uchibdi. Pastga gulup bir tushgan vaqtimda aningdan keyin qayerdan qo'polganingni men shu joyda ko'ray. Sana birdan bir mojarat etadigan odam mana men sandaq qo'y. Şununla ben iftiharga deydiğim aş Germaniyada olamdı, Amerika'da olamdı, aş Roshan Abbas jalap açan bilan billa sen muş avazını təşkil etdirgan şirketler var. Aş avazını təşkil etdirgan şirketlerge operib aşağıdan tamğını urg'uzib bu yasalgan kelgan qonunlashtirilgan gumjun qilingan qog'ozni elib ondan keyin sen Facebook turbetingga chaplab qo'ysang bo'ladi. O yağlardan qo'yning qo'sida qiyofatga kirib elib, u kirib u yerda uni men demadim desang, u zuvoningdan tinib ololmaysan. Tushundingmi? Oningdanmi seniki, oningdanmi sip biz biladigan vahshiyona sharmanda qiliqlaring bor seniki. Misrdagidan tatbaqlasan biz bilsin. Sen to'g'risini biz gapirmasak bizni meni bilmaydi-ki. Men chiqib shularninki katminni chapsam, poqko'sini jusam, mushu muxbirlikni men tayinib jinimni baqsam go'yitan shaytan bir kundan o'tgan bir kunga hisob desam kun o'tib qoldi to'shib qoldi desa undaq yo'q. Mush munofiqlar qurultayninki ichidagi har qaysininki vaqt saytingning to'shadigan vaqti bor. Faqat vaqt masalasi bu o'ynab turish. Tushunding? Shuningga sen oldi bilan bunday narsani ekranga chiqib deyishdan burun o'zingni oqlashdan burun birinchidan buningki nima uchun hozir deyilib qoldi. Ikkinchidan buningki sen o'zingning demasligining isboti sen nahmayda aytiblar men emas desanglar men emas olmaydi. Isbot ko'rsatsa, masalan meni to'g'ri Hamid konsuldagilar bilan birga turyotdi, Xitoylar bilan birga turyotdi degan uyning qog'ozlaridan to'lagan narsamdan tortib, hatto menga tuhmat qilganlarning ovozini tortib qo'yib o'ziga qaytarib berdim-ku. Shuningga o'xshash qilsa isbotliq narsani tashlaysa xalqning oldiga. O chaqda bu AI'ni kirgizibdi deb, undan keyin chiqib biz onunki jinoiy javobgarligini, masalan, jasorat apanini unutib ketay, men o'zim ustimga olaman har qanday vaqtda. Men deyilib-ku har qanday ishninki, har qanday jinoiy javobgarligini o'zim ustimga olaman. Hech kimni menga uni o'rgatgandi, men degandi, bunday dedi quruq alay-balay bilan shaqilay bilan ishim yo'q. Chunki ekranga chiqqan o'zimning ovozi. Chunki men burun mustaq bir satgaplarni qilgan vaqtimda Amerikadagi bir Mirzat Yo'lvoz qayrindishimiz nima deya shu Clubhouse'dinki shuni qo'yib qo'ygan chog'da men jimmida o'tirib olgan, chunki men degan uni beshimni tashbaqi gumpisini tiqib ichimga tiqib jimmida turib olgan odam degan bunda ba'zida eg'izini boshqarolmay qilib qo'yadigan ishlar bo'ladi. Asli chiqmagan bo'lsang yaxshi bo'larkan ekansa, jiq odamlar uni kirishtirgan ovoz debki o'zing chiqib o'zingning ovozini dalillab berib nayt yaxshi qilsa. Ammo onunla bilan qayıl qilalik emas. Sen o'zingni nopozliq dunyo Uyg'ur qurultiyining men muxbiri davatgan bo'lgandan undaylik chiqiblar men emas desang, hafta 10 kun oy o'tgandan keyin uningga u hisob emas. Nima uchun shu dal vaqtida chiqib bu narsani qilmaysa? Ikkinchidan, shirkatniki narsani olib kelsa, ash qonunlashtirilgan, gumjun qilingan, ya'ni shunda tamga urilgan qog'ozdan birini elib, mana men mani falon shirkat orqali tekshirtib, falonchi yerdan bunday qilib qildim deb Dünya Uyghur qurultayınınki sahifasiga qo'yib qo'ysa. Zaten o qurultayının içinde nim bo'layotidu, nim bo'lmayotidi biz bilamiz-ku, uniki hammasiniki 5 qo'lda xalqqa ayon bo'lib ketdi. Eliq erkak qirg'inchilik qilayotgan chog'da bir-birisiga beqishib, usul o'ynab, zada shu ostingdan ustinga qarshib, ustingdan ostinga qarshib, o'ngdan so'ngga qarshib, ko'ksiga qarshib bo'lib ketganini butun sharmandachiligini dunyo ko'rib ketdi-ku, odam o'ldi deyotgan chog'da men xunna qilishga rasvochiligingni. Shuningga deydiganim, buni qilsa, ikkinchidan sen bir ulug' inson emas. Sen texe abi Roshanlidak, texe Dolqinlidak herhalde bir siyosatchilik qilim bo'lsa-mu, buzuq bo'lsa-mu, ko't bo'lsa-mu, jalab bo'lsa-mu, sen texe unchalik ulardak bir ishni qilib, riya kirib bir odam bilan bir rasm chizib qo'ygan emas. Shuningga Xitoy seninki o ovozingni unda qiladigan sen hech kim emas.
Onunğa çiçanmısanmı Xitay, siyanmısanmı Xitay, hamma narsani Xitayga atib qo'ymay, qog'ozingni akal, anandan sen bilan udul-mudul chiqib gaplashamiz. Tamammi? Ha. Bo'lmasa Shvetsiya kelsangmi bo'ladi. Yoki Germaniya turayotgan bo'lsang, Germaniya chaqalsang men borsam bo'ladi. Palantiya kel, palantiya kirib chiqayli desang bo'ladi. Agar vaqt ololmasam men Germaniyadagi tunishlar orqali bir vaqt topsam bo'ladi. Acha kirib, dadangni aytib, undan keyin meni so'rab kirsam, men keyindan kiraman. Hech ketmayman. Shvetsiyada o'xshash shu ahvol. Boshqa hech qanday ahvol o'zgarmaydi. Sana deydigan gapim shu. Chunki bu narsani men o'tganda deyishimning sababi birinchidan Dilyar Musabayapandi menga shu vaqtlarda qattiq tekkan. Sen o'zingni buzib ketib borsa, kichik qizlarni tillab ketib borsa deb. Menga erkin tekas tegmagan bo'lsa, men uning qiziga tegmaydim. Erkin tekas meni WhatsApp to'plarida kesal, ondaq, mundaq, yog'an fitna fasodni taqib tillanganlik uchun qizi tilni angladi. Chunki men uningki London sotida shu vaqtda qaytib Xitoyninki Xitoyning rasmi tushga tamoq yegani chiqarganligim uchun. Ikkinchisi muattar. O dadısımı eğer tilla bilen bana tillaganlık için, ahanet qilganlik için ben onunla radiya verdim. Ben kimligi var insan bolup qalsa chiqsa hergiz qarab turmayman. Çoqum chiqman aldığa. Har qanday vaqtda chiqman. Sotda o'tirib o'tirganmi yoki bir yer nada bu sot saqchini qo'yib turilib, o chatirg'ing titrab, suydigan mangmay qoldi, o gapni deysak. O nada bo'lsang, kimliging bo'lsang, qanday vaqtda bo'lsang 100 taran chiqib bo'lmay oldinga. Shunday ahvol. Ondan keyin men 3-nuqtada gaplashadiganim ma'vu surgun hukumatdagi nima? Asli men savol so'ramayman bo'ldi. Bularningki o'ziningki baribir javob bermaydi degandim. Men bir cho'pchisi bor bularningki, bir nachar bir pasanda xotin purishdim birisi bor. Abdurahmon Hasan degan gollandiyaliklar bak to'niysizlar buni. Bak dangliq bu. Bu men G'ulom Osmon Beginingki 91-yildagi Beijing Vanshulu qo'rosidagi yosh vaqtidagi qora ko'zoy taqib turgan sayfidim bilan tushgan bir rasmini chiqargandim. Chiqarsam menda uningga iliqi tushgan yurak belgisi unda bek chiqmagan bilan, ammo xeyli muajirat tavrabdiki, voy bu nima shop ketdi, deb nima shop ketdi deb. Undan keyin G'ulom Osmonbek qaysi kuni chiqib ekranda so'zlab dedi, ishchidan qon ketdi, ishchidan qon ketdi. Ya o'g'ri, menikidan qon ketmadi, senikidan qon puchunib ketyapsa, va chunki niqobing yitib tashlandi. Chunki niqobing qanday yitib tashlandi desak, mushu 60 tashkilot imzo qo'yib, qolganlari 27 tashkilot mangamiz degan chaqda ishni sen oqida fitnalarni yezib, aningdan keyin to'xtamay jidal chiqarg'izib, jurat obulni ishqi selib, hatto men ba'zi bir yoshlar bilan paranglashdim. Naq o'zi shu Fransiyaning o'ziga berib, sizlarni qo'llaydigan ba'zi yoshlar bilan o'tirib paranglashdim. Ularni xohlamaydiganligini bildirdi. Jurat obulninki albatta naq maydonlarda qasdan qalayimqon gap qilib, shundaq buzayotganligini ularni sezibdi. Albatta ularni qapoqlash emas, hammasi o'qib chiqqan bolalar, u qildishlaydigan. Tamam. İkincisi, ondan keyin Belgiyadagi iqtisod tuturgan odamlar uni mi surishtirdim? Surishtirsam shundaq bir $89,000 olganliginglarni, undan keyin uni butunlay shu xalqaro jinoiy sotining Anderson degan odamga to'langanligi to'g'risida undan boshqa hech qanday pulning manbasini borligini bilmaydi ekan. Xo'sh, demak, bu yerda iqtisodni tutgan odamlarni bilmaydi degan gap, bu yerda bir ish bor. Hamda men Abdurahmon Hasanga deydiganim yozmasi yozibdi, ya'ni biz boshlang'ichlarda o'qiyotgan vaqtimizda har bir xil sohadagi odamlar bilan bo'lamiz, u yerda turib qolish ehtimolligimiz bor, undaq debdi. Xo'p, Rabiya Qodirni bo'pti, Xitoy tarbiyaladi, pul topqizdi, bizni qahramon qilib, qanday bo'lmasin, u bir zardarboyga aylangan bir ayol. Gerçi bizni indijeniz qilib, hozirgacha buning oqidagi savol-javoblarimizga bermay beshini ishchiga tiqib olgan bo'lsa-mu, biz shaxsan men o'zim xeyli haqoratlar bilan amomayni xeyli qattiq tiladim. Sening gaping bo'yicha Rabiya Qodirmi Sayfiddin Azizlar rasmga tushibdi, G'ulom Osmon rasmga tushibdi. Sening gaping bo'yicha unda bo'lsa Rabiya Qodirninkini men juvitamda qilsa, bizning tilg'anlarimiz
Bizningki sen indigenous qilyapti deganlaring sening hukumatingninki 3-chi nomerliq torbat adresini avatgan vaqtida ma'lum rayondagi o'zini boshqarish degan indigenuslarning chiqib kelishi. Bu qurultaynikiga 10 ming imzoni atqanimiz nim bo'ldi. Biz shu davrlarda, shu chaqlarda shuncha jidal qilganimizningki hisobi nim bo'ldi. Bu to'g'risida hozirgacha texi biz manbani xato qilib biz mayli xato yurib qoldik deb texi hech qanday bayonoting yo'q. Xitoy degan sen Xitoyninki nayti o'ynagan Bayt ustuliq bilan o'ynab beryapti. Sayfiddin bilan rasmga tushgan sen. Tushundingmi? Sen tushding Sayfiddin bilan. Sen bir odatga ochishga bir yezidagi bir muallim bo'lgan odam, sen ashadin chiqib, Urumchidan avtobusga o'tirib, mashinaga o'tirib, poyezdga o'tirib, shu Junglanxayning Vanshilo qo'rasini tepib, shu Sayfiddin deb boralgan odam ekansan, sen uncha oddiy odam emas. Sen o'ylab munofiqlarning ichidan qon ketdi. Munofiq degan sen, munofiq degan lafzida tumaydigan odamni munofiq deymiz. Sen lavzingda tumay qancha yerda turding, O'rta Osiyoda bir turding, Seytun tiriklarni turding, Seytan hammasini bir nima deb chiqding. Tamam, ular bizning bo'lsin. Demayman emas, bizim degan uni vaqt soatida. Degan gapingdan o'zingning ash kunki yozgan gapingdan yinib olding, yinib olsa, hozir degan gapingdan o'zing hozir yinib olsa, voy men undaq yozmagandim, undaq qilmagandim, bundaq qilmagandim deysa. O'zing yaning tegidikilarni ko'lab chiqib, Abdurahimov ko'rganlarni qara xotirasini o'tkazdi Turkiyada. Ashularni birini deding, yaning tegi kirib ketganlarni til tekkizding. Lutfulloh Mutalibdek shoirlarni bir narsa deding. Zordin Sabir, Abduqodir Jaloliddin hech kimni ko'zga ilmading. O'zingcha seni bak biz voy g'ulam ustoz g'ulambeksan, naga uchib, naga tushishingni bilmay, hamma odamni bir narsa deb chiqding. Axırsida o'zingning kitobidan bir patman seriq buyumlar chiqdi. O'zingning Gugum degan kitobida Sayfiddin aniq maqtagan narsalar bor. Hatto sen 2018-2019 Sayfiddinni bir kechada, yarim kechada qattiq maqtagan vaqtingda shu bir odamimiz telefon qilib Amerikadagi Abdulhamid degan atishliqqa, Abdullah Bag'dod ketib qoldi, videosini o'chakizversin deb o'chakizayotgani sen gap qilib, esingda bormi shu narsalar? Bu narsalar cho'qim sen aniq bilishing kerak. Hozir seninki bu narsaga O'rta Osiyodagi o degan gap chiqib bo'lguncha sip bo'lsa, tushundingmi? Uningki javobini sen berolmaysan. Chunki sen bergan kuning sening qarshingga chiqadigan odamlarni sen pamlab bo'lding. Sen Jilonning ko'shigini, Jilonningki putini ko'ygan odam. Sen ancha-muncha odam emas, tushundingmi? Seninki bu pardangni men ijtib tashlayaptim. Chunki mushu qitimliq tartibli sistemliq bo'layotgan ishni Amerikada 20 yilligini o'tkazadigan sürgün hükümetininkini. Onundaki 2 yıllık keyin meşrulaştırmamız desen bu qaysi nima bilan qandaq mustaqillik davosini qilsa. Sening oldinga kelgan Amerika istixborot idorasi ismini demay, shular 20 yil ashar ishlagan odamlar ke seni ma istixborotlar tarbiyalaymiz desa, o'zingning istixborotini shunday qochirib atding-ku. Senda na aql, na birlik, na bir tushuncha, shu imzo berganlarni Xitoyninki bir nimalari poqova obo deding-ku. O'zingning hukumatining ichidan bir tasqan poq chiqsa, uningga qaramaydi ekansan-ku. Eg'ilib cho'shqining qotini qo'yib ketibsan-ku, petig'dinib ketibsan-ku, chachirab o'zingga. Demak, Abdurahmon Hasan sening degan gaping bo'yicha G'ulom Osmonniki Sayfiddin bilan ko'rishgani to'g'ri ish. Rabiya Qodirninki xato ish. Shundami? Unda bo'lsa, yo'qmisa Rabiya Qodirning to'g'ri, G'ulomning to'g'ri, unda bo'lsa Rabiya Qodir bu yerda hech qanday masalasi yo'q. Sen men indigenusni ishlatding, hammanglar bir. Shundaqmi? Ayrim-ayrim o'ynayapsizlar. Bag'lab o'ynayapsizlar. Qudibajib o'ynayapsizlar. Ro'shannikiga bag'lab qo'yib, eliqi Bobur elchi degan bilan Volkswagenni buzib tushgan. Kun qaysi kun so'zildi. Amaliy ish qilmadi. Lapchi deb ashni ekranda aniq qara kontlarda kimligan bilan chiqolmaysan-ku, kimligan bilan chiqqan kuni yeb tashlaymiz-ku, seni 5 cho'kirib olding. Dunyo mashinsozlik magnati Volkswagen'ninki natijasi chiqdi ko'rding. Amaliy ish deganning qanday bo'lganini. Seni ish qilmadi demaymiz. Ish qilyapsa, sog'liqni qilmadi demaymiz. Qilyapti-da, tirishib qo'lidan kelishicha, talbilarcha, saranglarcha bir ichida nimasi bor ekan, lekin sen biznimi
Пайдаланған вақытыда пайдаланып, қалған вақытыда бірақ мындақ неме қылыма десең, біздің илық саңа мен алдыға чықыштым, экранның алдыға чықыштым бұры, сенің бүтін адамларың білән әмме сөйлән ялырмаған гәп қаммыды. Аң ақырда мұшы еге өзің мәжбүрлап әкелдің. Өйткені ішчіден қан кетіпті, өзіңніңкіден қан кетіп барды. Пүчілініп кетіп, чырайларын қарап ақая, оппақай, ләштәк болып кетсе, мозайның саймындың шыққан ашы. Gedir çırayı çıkıpsa var, kan zardap болып кетіпсе, ішчіңден, пүчілініп кетіпсе. Senin demek çoğununda, Abdurrahman Hasan, senin demek çoğununda, onda olsa, Rabia Kadır'ın yolluk terbetsek doğru olan demse, onda olmaydı ki, o mu indigenous kılmış, sen mi indigenous bayağı hükümetin jürüptü aşağıda. Onun sayfıdın bilen düşkenler çoğunda olsa. Bir yerde o mesele eğer, 86. Gulcudaki ziyalilerin arasında jürüyorsun, 91. Sayfıdın indi jürüyorsun, o sayfıdın aziz degen, o milli armiyan takip etken, ama Mağuz'dan bir elop bağın, o eşşeddi hain munatık o. Aşının kurallık güreşini milli armiyan takip etkenle sen şu aşının kopyasını oturasiyat kıldın o. Buzgunçılıklarını kılıp, xuddimuş hazır muhaciret kılıvatkanını şunu kıldın o. Yalgan emas bu, xalq körüp atıdı o hazır. Seninki hürmetligidek, seninki G'olam ustozgidek hech narsang qolmadi. O men seni burun bir mo'ch odamlar tilib, nimishki mushta qildiganda, nimoychilar qilib asli sarras eski nima ekansa, ya ishching qo'to, ya ishching yomon, ya mening tapilimga so'y, mening deganim bo'yicha ish qilsa deydigan bir nima ekansa, ya bo'lmasa sen iniq qapali qutining birisi, ishching sirlarga to'lgan, sesqichliklarga to'lgan, bo'lmasa sening o vatandagi o'g'lingda ayayrab kulib, undan o'ynab yurmaydi, o mustaqilchi deganninki undaq bo'lmaydi u. Çoxum kirib ketish kerakmidi? Ya çoxum kirib ketish kerak. Bizning çoxum kirib ketmaslik kerak. Bizning kirib ketidi, boshqalarning kirib ketidi. Hech nima qilmagan odamlarning kirib 18 yil, 20 yil yotadi. Sening ajab mustaqillik tug'ini egiz ko'tarib olsang, hech nima bo'lmaydi ekan. Ya bir kuni Rabia bilan o'tirsa, bir kuni boshqalar ajab Ro'sha Abbas yaqinlanmaydi ekansan o. Ro'sha Abbas yaqinlanmaysa, men dedim-ku, o yomon o. Açık tashvitida atishtikni açık so'rab chiqib. Uning bade anasli. Ömer Kanat deganmaysa, Umut Afg'onistondagi O'rta Osiyo tazi yaxshi bo'ldi. Uning qarsumkisining ichidami san to'g'riliq liq narsa bor. Bo'zigim bo'zak kim u? Mehmet To'xtubay Shamshidan qarim. Biz tonimaymiz-ku u Shamshidan qarim degan, ya'ni Kanadaning ichidagi odam. Ashtalarni chiqib dombalab qo'yib, o'zingni bundaq bir ishlarni qilyapman, munofiqlarni oshkorlayapman, u bu deganing bilan bu ishlar bilan birga yuribsan-ku, tunugunlarni og'riliblam. Eyliqi hatta sen bana qaramasan da desem qara ko'zing uni sen Alixon To'ram dadimizni ishingdan e'tirof qilmaysan, tushundingmi? Chunki u odam pul birligini birlik keltirgan, milliy armiyani birlik keltirgan, shimolni tutib turgan 5 yil shu mustaqillik qurolini Nalqining noyisining bir qo'li Qur'on Karim tutib, bir qo'lida avtomat tutib, yoshlarni qilib muntazam armiyani ikkinchi jumhuriyatni qurib chiqqan. Uni o'zing e'tirof qilmaysan, Sabit Tamollonni deysan. Sabit Tamollon albatta bizning davlat atimiz, biz e'tirof qilamiz. Sen biz ağzımızı pepitmak o bu deganimiz bilan miyarimiz undaq emas. Qarindoshlar nahaqchilik kuchursa yoki qarindoshlar yordam kuchursa biz beramiz. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Biz men shaxsan men senga o'sha tekshirik pepitmoqlarning gapini qilaman. Sen naq ashlarnikiga tushsa, sen ishchingdan e'tirof qilmaysa, o'zingning ichida yaxshi o'tmaysa, otishni ikkiga bo'lib qo'yishdan go'ylay. Astın atı üstüne. Nerede astın örümçü, astın gulca, astın aksı, üstün koten de bunda yerler var. Sen bu meselelerge sen itiraf karmaysa, gözün küçük, pişnixor. Bizni mi sarangıp koyay degen, biz mi senin kömeyme ağzında bizneslerini. Yiningda yurib, savdo yop ketgan chaqda u videolarning ichidagi xatoliklarni bilgin olmaykan, u da tilimizni yiqitib degan shu sho'lgimizni yiqitib savdoyi bo'lib degan nima degan uloq odam deb teshiga chiqqandan keyin qaragandan keyin boshqadan bir qarab chiqqandan keyin bu yerda bu saplima, bu ravrus bu yerda bir ishlar bor ekan deb biladigan bo'ldik. Chunki mushu qitimliq ishni sen buzding. Bo'lmasa sen chiqa olaysan. Chunki balla yomon. Rekording qilib hammani isbot bilan aytmangda yozib 8 oyning yog'ini bo'lgan. To'xtamay qara kontlarda hujum qilib kelding, urush qilib kelding, sen kaltmaslik. Sen o'ylaysan kallangda, bunda o'ylaysan seningki. Tarixiy bir sharafsizliging emasmi sayfidan qilib qo'ygan?
Amerika bilan so'q issiq munosabatlar bo'lib, yo birdan bo'lib bundan Turkiston, Sharq Turkiston bo'lsa, biz millat vakili sifatida kirib, sharafsizlikni juyimiz, uxlab tushing u seninki. Unda asan mustaqil bo'lgan narsa yo'q. Bingtonlar liq Xitoy. Shikirga ochib ketib mana 2014dan boshlab ochib ketganlarni, uning oldida ochib ketgan bolalar, Uyg'ur bolalar Xitoy qoldi bilan sen hozir dushman nazarda. Sen ularni hech qachon bu kim bor? Sening bu hukumatingning ichidagi kim bor? Bağlap turib o'ynayotsan, shu Ablat Nur deganlaring, shu Ali Masumlar bilan birga o'tirib berib, saylan qilib ketdik, keyindan yumaloqlashib ketdik. Uyga kirsam, balliq qanolab ketibdi ekan. Ikki mafiya o'tirib qo'yganti, Jaynab bilan birni qo'yib chiqib yumaloqlashib ketdik. Yolg'on pasport bilan keldim. Ash gaplarni o'zinglar bunda bir anglab boqmamsizlar. Men mushkipimga haq ishinami? Mushkipimga haq nimada? Bu qanda bu? Biz Qozog'istondan rekit degan o maxsus qotil degan ishni qilgan bo'lgandan keyin seni o'tirg'al olgan odam unda seni qo'yib etmaydi. Sen unda mustaqillik deb Xitoyning jon tomiriga teyotgan odam, sen Ali Masum bilan o'tirib bir so'rinda u surgun hukumatninki saylimini qilolmaysa, bu yerda masala bor, og'ir masalalar bor. Shuningga 50 yoshning to'pidagilar bo'ldi, to'xtab turinglar, yoshlar qilinglar desa, chiqanshib ketadiganing shu. Kontroldan chiqasa bo'lmaydi-da, yerda mustaqillik degan qalpoqni kallaga kiyib turib, bu mustaqillik deydigan odam oyliq Ömer Yag'ma Xo'ja degan bolalarni chiqarsa, bolalarning bilan birlikda kirib, yoshlarni bir yerga to'playsa, mana balangni bersa, Anvar Yusufturani bolasini berdi, palonchi bolasini berdi. Kelinglar bolalarim, ya to'plashinglar, sizlar qilinglar. Mushni sizlar qilinglar, sizlar qilisizlar. Chunki sizlarda iqtisod bor, bilim bor. Mush Yevropaning, Amerikaningki, G'arbning nimasini sizlar o'qidinglar, mishat tudinglar, jafog'imi chididinglar. Mishat turmush qurib, mishat yashamoq oson emas. Biz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Albatta, mushunga vaqt chiqarib so'raydigan maslahatinglar bo'lsa, beringlar deb chiroyli miyaga bir turkum odamni yig'ib, balanimi seslatmay andoq alaning orasiga kiritdim. U to'chalaysan o'tiringga yig'ib nima ish qilsa uni? Ya uni meşrulaştıraylı dese, ya onunla unumaysa, ya o'zingning qo'lida diplom yo'q, ya qolgan surgun hukumatlarni taqib etolmaysan. Agar qo'lingda haqiqiy surgun hukumatdan diplom bo'lsa, taqib etsan, bu yomon oson ish ku. Turkiyaga, u yerga bek advokatni xatlab bersan, direksion qilmamda ishni qilmamda. Shuningga o'ylaqa Gollandiyadagi g'alcha og'zimni buzmay qara. Sening apangni tillamaydigina qara. Sening apangmi turmidimi qayerda? Sening men sana degandim oldin qaytam. Men sizga gapqilmadim degandim. Sen menga gapib bo'lolmaysan. Ikkimizning taqdir qismati o'xshashga, xotining turmidiki, otaning turmidiki. Men sana eg'ir gapim yo'q. Bana juda to'liq qalaymiqan qilmayman topni deb men sana chiroyli gapni qilgan. Ya'ni bugunmi, yana sening apangni gunohi yo'q degina, yoxud singillaringni gunohi yo'q, men ular til tekkizim yo'q. Shon latali dedim. Qag'inni biz borgan chaqda haqiqiy mustaqilchi bo'lsang, chiq oldimga. O'tirib, men bilan gaplash. Sen gaplashmasang, eshiging tip ochiqchiligimiz bor. Ochalaymiz. Tushundingmi? Anadagi saqchi kelgan chaqda biz tayyorlab qo'ygan bir mo'yincha Gollandiyachiga o'rib, sening yozgan, qilgan hamma narsangni saqchining qo'liga tutqizib qo'yamiz. Hukumatingning tushidi Gollandiyaniki saqchi nimasiga. Tushundingmi? Mayadimi vaqtlab qo'ydik. Boshqadan gaplashimiz surgun hukumatniki. Men burun shu sebi xatarlik idoralariga kirib degan, osh berib degan materiallar o'ymushlar birdan bir qilayotgan yo'q. Shu chog'da men qarab ko'zim kulib turib, sen mushlarni haqiqiy deb qaramsa desak, mushlar degan nim qilayotgan, mushlar Amerika Cumhuriyet Partiyasi, Cumhuriyet Partiyasi qo'ngining qirg'amabdiga yinig'im kelmabdi. Hammasi yog'an pensiyaga chiqib olgan generallarni shu mustaqillik dedi Sharq Turkiston qo'l. U albatta demak, deydi-da o pensiyaga chiqib ketgan bo'lgandan keyin. Albatta deydi-da, u mas'uliyat yo'q deganiki, mas'uliyati var üstü adam degiz baq. Men degizdim deb. Uyg'ur qonunini mashaq butun jamoatchiliklar uni buni qilmang, butun narsalarni avatganlar boqqisi, men qildim deb ashadi. Biz takchiq gap bo'lib ketmisin. Shuningga Abdurahmon sen deydiganim qara. Podaqni ko'tarsangmi, chalaychan bo'lib ketgan go'ylarnikini, palayni kiyib turib ko'ta. Talab ketgan qo'lingni kasal juqtirib olsa. Tushundingmi? Sen nimalam deb o'tirib olsang, sening unda hisob bo'lmaydi. U turib qo'ysa bo'ladigan Rabiya qadimligida. Turib qo'yib bo'lmaydigan ish yo'q. Chiqib o'zi javobini beradi butun O'rta Osiyoning. Agar beshin tashbaqi guruhisdak tiqib olsa, u o'zining ishi, mening bilan aloqasi yo'q.
Javobni bersa, berdi. Men faqat haqda anglag'animni dedim. Ha, Osimkam deb deydi ekan, uni qadamni bilmay ekan, men ichib qo'yibdiman uni. Birisini Azmat deydi ekan, birisini Fida deydi ekan. Nima deb shu yolg'onsiz bilan shu yerda qo'llangan? Nima deb Kanadaga kelgan chaqda o'zingning ismini qo'llanding? Masala ig'ir bu yerda. Masala unda odat kerak, oddiy masala emas. Shuningga javob beramaydigan narsang bo'lganiki, qara quvonib qisib, beshingni tiqib o'ta qara. U seninkidan qankatdi o'g'lim, menikidan qankatmidi. Men faqat chiqib savolimni so'rab qo'yib, chiniqishimni chiniqib, tomog'imni yeb, berdigan yerim berib, o'ynab yurayman. O meni qarab o'tganda nima degesdan qonundan qirq kelib qo'ymaydi, ko'rmayman men baribir. Ko'rsammi kulib ketaman. Ko'rsammi kulib ketaman baribir. Chunki men kimligi odamga chiqib javob berman. Kimligi yo'q odamga u chambarning ichiga men kirmayman, tushundingmi? Solih Xudoyor chiqib bizni og'zini bizda dalalaydi kimligini, kimliksizlarni bizni emas deb qo'ydi. Lekin ashlarnikin taqatdi-ku. Aralanmaysa bir-birsingdan. Shuningga biz unda tilligan chambarning ichi kunduz sazay qilyapsizmi? Rasmimizni chaplamdi, atalimizniki chaplam nima desa, biz o chambarning ichiga kirib diqqatni miyaga burmaymiz. Sanga ordinator sanga tushdimi? Ash ordinatorda turamiz. Biz unda u yo'llar kelib, u davrlar ketdi. Laqimda olam, voy sen bir stillabdi, voy sen birim debdi desida qarab qo'yib kulib ketimiz. Sot izdimisa, saqchi izdimisa, bana ne ya? Meni bilmaydigan odam yo'q emas. Finlandiyaga borsam 4 ag'inam oldimga chiqdi. Norvegiyaga borsam, voy adash kel bo'pti deb yotog'imga o'simi kelib, adash men issiq tomoq uyliklar qilib ye deb qilgan balli bor. Gollandiyaga borsak akalarimiz oldimizga chiqdi, Fransiyaga borsak chiqdi, akalarimiz bor, haqillarimiz bor. Nega borsak chiqdi, Amerikaga borsak chiqdi. Amerikaning xo'sh xabari yaqinda bor. Endi u demokratlaringlarga chiqib kirgizatmagan bo'lgan bilan bizning o pasportni mana Shvetsiya hukumati qonunliq bergan pasport. Tashqi ishlardan, saqchidan chiqadigan narsa u. Men nima deb kirolmayman, meni hal qilib ber desa, qilib berdi. Menda bo'lib qopti deb. Endi chisingiz bo'ladi deb. Endi kiramiz. Borsak oldimizga chiqadigan odamlar bor, dadashlar bor, do'stlar bor. Kanadaga kira olamiz, Avstraliyaga bora olamiz. Faqatlam Xitoyga bormaymiz, O'rta Osiyoga bormaymiz, Turkiyaga bormaymiz. Bo'ldi. Qolgan Yaponiya, bu yer hamma yerga boramiz. Shuningga Abdurahmon Hasan sana deydigan gibi, sen bunda ismlarini chaqirib, gap qilib seni bir mashhur qilib qo'ydiganmi ish yo'q, ammo meyada bu g'olamninki sayfidim bilan tushgan, attiqa boshqa narsa chiqmadi dedi. Kulongni ko'kka so'raytmay, kulongni o'zingning zamonasida kitobingda seriq narsa yozganingni unutib qo'yibsan, haqni bir nima deydi ekansan, yozgan og'zimni ochmay bo'ldi. Ayni vaqtida prezidentning mantiminalarning qanday qilib ketgan Rabiya Qodirani, shu bir doktor turib, bir faylasuf turib, shu o'qigan odam turib, indigenasini nimaligini bilmamda. Tamam. Chiqib javobingni bersang berding. Bämsang aşında yani lavuz gapni qilib yuraversan 4 kunda bir chiqib tayog'ingni yeysa, zardab bo'lib o'lib ketsa